Bundan tashqari, xuddi shu Maysendor brendiga tegishli jenskiy yupqa qalin tapchkali xalatlarimizdan ham bor. Hop, buni narxi $52, bunisi $39, bunisi $49, bunisi $38. Shunaqa qilib har xil variantda ketadi. 38 qilib $30-35 atrofida, tapchkalilari $50-55 atrofida. Xo'p, xalatdan keyin bu tomonda yana xalatlarimiz hammasini ko'rsatib qo'ying. Madam kasadan korobka nabor sandiqqa o'xshagan korobkali naborlarimiz. Ichida xalati, yuz sochig'i, bandi sochig'i va oyoq sochig'i tapchkasi bilan chiqadi. Buning narxi $85. Madam kasa Turkiya brendi. Bilasizlar, materiallari hammasi sifatli, eksklyuziv narsa. Buni yana bitta rasvetkasi. Xo'p, bu vishpkali variant ekan. Bu ham xuddi shunaqa bandi xalati, uch xil sochig'i tapchkasi bilan chiqadi. Buni ham narxi $85 qilib belgilaganmiz. Buni yana boshqacha rasvetkasi. Xo'p, bir dona qolgan Pupila brendidan $82 ekan. Bunda ham xuddi shunaqa xalat 3 ta sochig'i bilan chiqadi. Bu lekin bularga qaraganda sifati ozgina yaxshiroq bo'lganligi uchun sal ozgina narxlari qimmatroq. Gullarni ko'ryapsizlar, mana o'zi antiqa bandi xalatlardan bular. Xo'p, bandi xalatlarimiz yana bu tomonda Karachan brendidan. Bu jenskiyning o'zi, 3 xil sochig'i, tapchkasi va bandi xalati $68. Bu sandiqli nabor o'zi. Bunisi madam kasani yurechali varianti. Bunisi Maysendorda o'sha hammaga mashhur yurechali varianti. Narxi $83. Bunda ham xuddi o'sha narsa, tapchka, 3 ta sochiq va xalatdan iborat. Bu tomonda Maysendorda va madam kasani murskoy bandi xalatlari. Bularda ham tapchka, 3 ta sochiq bandi xalatlari. Xo'p, odatiy bandi xalatlardan Karajan bandi xalati narxini skidkada vishpkasizini $60, vishpkaligini $70 qilib belgilaganmiz. Buning ichida bandi sochig'i, yuz sochig'i ikkitadan, ya'ni bir juftdan va ikkita bir juft xalat chiqadi. Narxi juda ham zo'r. Bularga qaraganda sifat sal pastroq bo'lishi mumkin, lekin bemalol 10 yil, 15 yil yaxshi ishlatsangiz xizmatingizni qilib beradi. Bundan tashqari Pupilani 3 xil brendida paxtaligi, peniligi va bambukligi bor. $80, $97 va $115. Bittaliklari ham bor, ular $55. Xo'p, bandi xalatdan keyin sochiqqa kelsak, murskoyga, ya'ni kuyovingizga yoki o'g'lingizga sochiq qilmoqchi bo'lsangiz, Maysendordan shunaqa 3 tali bandi xalatlar. Bu haqiqatda sifati zo'r, ham qalin, suv shimishlari, hamma narsasi zo'r. Narxi $35-36. Har xil rasvetkalarni ko'rib olinglar yaxshilab. Belgilab bitta qilib tashlab bersalaring, Telegram kanalida ham bor rasmlari. Zakaz qabul qilib O'zbekiston bo'yicha ham, Qo'qon shahri ichi bo'yicha ham chiqarib beramiz. Xo'p, undan tashqari Maysendorda mana 3 tali sochiqlari, bu $50. 4 tali ekan, 4 tali sochig'i, kovrichasi ham bor ekan, tagida kichkina. Mana shunaqa kovrichasi ham bor ekan. Xo'p, madam kasadan sochiqlar $28, $20. Etrodan buni podarka qilib bersangiz ham bo'ladi. Sumkalari ham bor o'zini. Bu $35. Xo'p, bular endi ikkita 3 tali sochiqlar. Endi bu tomonda 18 tali va 12 tali sochiqlar ham bor. 12 tali sochiq, 18 tali sochiqlardan Karajan brendiga tegishli. Buni ham ko'pchilik biladi, ko'pchilik ishlatgan. $62 qilib belgilaganmiz. Bemalol kelib yoki dastavka qilib oldirsangiz bo'ladi. Bunda yana rasvetkalari bor. Hamma rasvetkasini Telegram kanaliga bitta qilib olib tashlaganmiz. Xo'p, tepada Pupila brendiga tegishli paxta, penye va bambuk 12 tali sochiqlarimiz. Narxi $85 dan $110 gacha. 12 tali, 12 ta yuz va 12 ta banya sochiqdan iborat. Karachandan farqi narxida, undan tashqari qalinligida. Karachan sal yuqoriroq bundan ko'ra ancha qalin va sifatli sochiqlar. Pupilaniki mana pastda ham bittasi bor ekan. Ko'rsangiz bo'ladi. Sochiqlar ancha qalin Pupilaga qaraganda. Bu qaysi? Bu bambukligi ekan. Bambukligi bu o'rtachasi. Bundan qalin peniliklari bor. Kelsangiz yoki Telegram kanalidan tanlasangiz, birma-bir ochib ko'rsatib, bitta gullarni ham ko'rsatishimiz mumkin. Xo'p, sochiqlar bu tomonda Maysendordan yana boshqacha modeldagi sochiq. Buning narxi $48. Xo'p, tigroviy sochiqlarimiz 3 tali, bu ham Maysendordan. Buning narxi $38. 2 tali bitta banya, bitta yuz olaman. Xolos, menga o'zi bandi xalat ichidan chiqadigan sochiqlar yetadi siz. 2 tali Pupiladan $35 dan bunaqa sochiqlarimiz ham bor va alohidali bandi sochiq, yuz sochiq qilib ishlatadigan sochiqlarimiz ham bor. Katta sauna sochiqlarimiz ham bor. 180 ga
162 mi lekin yo 162 mi shunaqa razmer hozir aniq esimga kelmadi. Bu 100 sochiqlar, buni donasi 6 dollardan. Bu ham Turkiyani original yaxshi sochiqlardan bittasi. Xo'p, banday xalat bilan sochiqni hal qildik. Endi qishki yozgi ko'rpaga o'tsak. Hop, qishki yozgi ko'rpalar tepada Turkiyani Defi brendiga tegishli qishki ko'rpalarimiz bilan 87 dollardan komplektida 4 ta nalchkasi, bitta qishki ko'rpasi va prosinasi chiqadi. Bular sifati zo'r. Bemalol karmoshnaga solib yuvsiz bo'ladi. Materiallari 100% paxta. Bu tomonda Vitash brendidan, Xitoyning Vitash brendidan soya ko'rpaga o'xshagan yumshoq, yaxshi ko'rpa bu ham. Buni narxi 42 dollardan 55 dollargacha. Bularni ham Telegram kanalda bitta-bitta qilib olib qo'yganmiz. Endi hozir hammasini bitta-bitta qilib olib tushirsa vaqtimiz ham cho'zilib ketib qoladi. Va eng original Mason Dordan bu qishki versiyasi 100 dollarligi, bu 85 dollarligi yozgi versiyasi. Bulardan ham bor. Mason Dorni bilasizlar, original, hammasi sifati yaxshi mahsulotlar. Bundan tashqari mana bu yerda Berry ko'rpalarimiz. Berry ko'rpa Dubaydagi, bilasizlar, ko'pchilik ishlatgan bu narsani. Yillar davomida yaxshi effekt beradigan, yaxshi ishlatiladigan mahsulot. Narxi 85 dollar. Hozirgi kunda yana o'zgarib qolishi mumkin. Berryni bilib bo'lmaydi, yo tushib ketadi, yo oshib ketadi narxi. O'sha Hamran brendiga tegishli, mana Hamran degan yozuvlari bilan. Buni ham rasvetkalari bor. Xohlagan rasvetkangizdan chiqarib berishimiz mumkin. Va yana bitta yaxshi tanlov. Pastda turibdi. 9 parchali, 4 faslga mo'ljallangan pokrivalimiz. Yozgi pokrivali, yozgi nalchkasi, qishki pokrivali, qishki nalchkasi va prostina nalchkasi alohida, padajanligi ham alohida bo'lib chiqadi. 9 parchali, buni narxi 135 dollar. Xo'p, menga sal arzonroq byudjetniy variant kerak desangiz, adnatonni. Hop, mana shunaqa ko'rpalarimiz bor. Buni adnatonnisi ham bor, uni gulligini oldim osonroq ekan. Buni komplektida ko'rpasi, 2 ta nalchkasi, adnatonnisida 4 ta nalchkasi, oddiysida 2 ta nalchkasi va prostinasi chiqadi. O'zini ishlatsangiz ham bo'ladi. Naполнитель qilib ishlatsangiz ham bo'ladi. Xo'p. Yozgi ko'rpalarimizga kelsak, yozgi ko'rpalarimiz bu tomonda tensil ko'rpalarimiz. Tensil ko'rpani o'zi bilan 50 dollardan, tensilni bilasizlar, ekvalit degan daraxt po'stlog'idan tayyorlanadi, tabiiy mahsulot. Yozda muzdekkina bo'ladi, maza qilib ishlatsangiz bo'ladi buni ham. Bu komplektlari, tensil komplektlari, prostina va nalchkasi va o'zining tensil ko'rpasi naполнитель mikrogel holatda chiqadi. Bular narxi 85 dollar, komplekti 50 dollar o'zi. Bundan tashqari Italiyani Blumarin brendiga asoslangan Swarovski bilan hamkorlikda ishlab chiqarilgan Blumarin tensil ko'rpalari, bular sifatlariga alohida e'tibor berasizlar. Bular haqiqiy premium mahsulot. Narxi 149 dollar, rasvetkalari bor. Mana bu yana bitta rasvetkasi, oqroq rasvetkasi, o'zi logolardan ham qanaqa originalligini bilsangiz bo'ladi. Xo'p, buni brendini aytmayman, brendiy ko'rpa, chunki har xil holat bo'lishi mumkin, bloklanib qolishi mumkin joyimiz yoki ko'pchilik ko'rmasligi mumkin. Tepada yana shu brendiylarimiz ham bor. Buniki Etro, bu sariqda hamma bilsa kerak, buni aytib o'tirmayman. Bular ham 165 dollar, 135 dollar. Ko'rpa bu haqiqiy premium so'raganlar uchun. Xo'p, ko'rpasini oldik. Namatrasni ham qo'shib yuborsangiz bo'ladi. Namatrasnilarimiz 28 dollardan 35 dollargacha, razmeriga qarab 180 ga 2 va 2 ga 2 liklari bor. Bu tomonda Irina Homda ham ko'rpasi bor ekan. Irina Hom Turkiyaniki. Komplektida 2 ta nalchkasi, ko'rpasi va prostinlardan iborat. Bu qopga o'xshagan shunaqa ko'rpalarimiz, bular arzonroq, 25 dollar 2 kishiligi, 22 yoki 21 dollar edi adashmasam bir kishiligi. Xo'p, endi yostiqlarga kelsak, Hilton yostiqlar mehmonxonalarda ko'pchilik biladi ishlatiladigan yostiqlar. Bu yerda arzoni yo'q, hammasi sifati zo'r, haqiqiy, maza qilib ishlatiladigan yostiqlar. Xo'p, buni narxi 17 dollar. Bu 2 qavatligimiz bor. Buni ham ko'ringlar, mana antiqa yostiq bu ham. Laperlaniki. Buni zamogini yopsiz bitta butun yostiq bo'ladi yoki ajratib ikkita yostiq qilib ishlatsangiz ham bo'ladi. Baland past yotishingizga qarab o'zingiz to'g'rilab olasiz. Ortopedik yostiqlarimiz, bular 35 dollar. Bunisi 15 dollar ortopedik yostiqimiz. Hop, bu Blumarin Laperlaniki, bu ham naполнитель mikrogel. Shundayligicha kirmoshningizni solib yuvib yuborsiz bo'ladi. Narxi 30 dollar. Hop, bu yostiqimiz narxi 17 dollar va Tangali brendidan par yostiqlarimiz. Buni narxi 12 dollar. Hop, bu yostiqimiz
nomi Dafa bo'lishi kerak adashmasam, hozir esimga kelmadi. $20 bu yastig'imiz. Har bittasi aytib turgan narxlarim dona narxlarini aytyapman. Ikkita olsiz shu summani 2 ga ko'paytirib olasiz. Xo'p, endi pastel olmoqchimiz. Qanaqa pastel kerak? Bu tomonda borda ko'rsatib berib shularni ham biringlar. Bular skidkadagi pastellarimiz $35 dan qo'yganmiz. Crystal brendiga tegishli 100% paxta, pikeli, Turkiyaniki. Tomonda o'sha qizingizga yoki keliningizga olib qo'ymoqchi bo'lsangiz, oq pastellar Cotton Box firmaniki 3D naqshli, 4 ta nalchkali, razmerlari katta. Narxi $79, bunisi $78. Bu yerda 3D lar bor, bular $75 dan. Tepada Vero Vanilla bor, bular $78 dan. Bulardan birroq ko'rsatib o'tib ketaman. Batafsil hammasi haqida ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz, albatta Telegram kanaliga kirasiz. Telegram kanalda hammasini birma-bir ko'rsatganmiz. Mana bu qator, polni pastel qatorimiz. Mason d'Or, Casador shunga o'xshagan brend pastellar. Xo'p, Mason d'Orlarimiz narxidan boshlasak, Mason d'Or $100 patli va tigirligimiz. $105 yuraychaligimiz. Casador $78. Bu tensil, bu beshikali $75. Bunisi ham tensil $78-75. Xo'p, dantella pastellarimiz Turkiyaning original dantella pastellari. Narxlari har xil, $95 dan boshlab eng qimmati mana shu bo'lishi kerak, $135. Paxtalarga alohida e'tibor berasizlar. Haqiqiy nafislik bilan tikilgan pastellarimiz. Bundan ham o'zingiz cho'ntagingizga, o'zingizga mosini tanlab olsangiz bo'ladi. Bundan tashqari, ko'pchiligiga ma'qul bo'lib turgan Capital Home brendidan shunaqa pikeli kolleksiyalar, nalchkalarni ham ko'ringlar. Rasmda qanaqa bo'lsa, xuddi shunaqa bo'lib chiqadi. Pikelarning ham razmerlari katta, 4 ta nalchkali, prostinasi va pikesidan iborat. Narxi $65. Pastel ikkita olib qo'ysangiz yaxshi, ko'p vaqtlar davomida ishlatiladi. Xo'p, endi kelinchak naborimizga keladigan bo'lsak, kelinchak naborlarimiz $200 dan boshlab $1250 gacha bor. Bu Zebra Casaniki 25 parchali, Eleanor bu tomonda $660ligi, Tiara 21 parcha va 25 parchaligi. Bu ikkalasini sandiq pashti bir xil ko'rib turibsizlar. Farqi nimada deb so'rasangiz, farqi har biri detallari qo'l ishida tikilganligi uchun bu $1250. Har bittasi qo'l ishi bo'lgani uchun. Buni komplektining ichida bandi xalatlari, sochiqlari, adyollari, pike pledlari, dekorativ yostiqchalari, dasturxonga o'xshagan bir nima narsalari, nimani ustiga qo'yiladi-yu, nima deydi oti? To'mbichkani ustiga qo'yiladigan narsalari, salfetkalari, oyoqdagi solinadigan kovriklari, tapichkalari, ishqilib polni komplekt. Hamma sanagan narsalarimiz bor, bu tomonda sanagan narsalarimiz bitta shu sandiqda ichiga joylashtirilgan holati. Bunda ham xuddi shunaqa, bunda qaysidir mayda-chuyda detallar bo'lmasligi mumkin. 4 ta kam narsasi, asosiy katta ishlatiladigan narsalari bor. Salfetkalari yana qanaqadir bir narsalar bo'lmasligi mumkin. Bu $660, bu $1250. Bular 4 parchaligi. Mana qarang, $660lik 4 parchaligi mana shu Zebra Casani tiarasi. 4 parcha deganda 2 ta nalchka, bitta pokrival va bitta dekorativ yostiqcha nazarda tutiladi. Serisi va shunaqa jigaranga o'xshagan ma'lum rasvetkasi. Buni ham divanga solingan variantlarini Telegram kanaliga tashlaganmiz. Xo'p, bu yerda mana divanga solib qo'yganmiz Zebra Casani Mila kolleksiyasi bu. Bu 11 parchali, ko'ryapsizlar. Mana shu ko'rib turgan hamma narsasi ichida yana 6 ta yastig'i, podajyalniki prostinasi, katta ko'rpasi va 2 ta dekorativ nalchkasidan, yostiqchasidan iborat. Bu tomonda mana shu divanga solinganlarimizni Astoria modeli, undan tashqari Eleanor modeli 12 taligi, 10 taligi narxini aytib ketaman. Divanga solganimiz $550. Bunisi $465 ekan. Bunisi ham $550. Giseli $445. Bunisi $350 va mana bunisi $200 dan iborat. Bu hech qanaqa ortiqcha bezalar yo'q, faqat chiroyli qilib o'zingiz uchun maza qilib ishlatiladigan narsa. Bu tomonda ham yana bitta $1250 sandig'imizdan bor. Buni ham egalari bor, olib ketishlarini kutib turibmiz. Xo'p, menga bu narsa kerak emas. Bu narsa qimmat, oshiqcha rasxot, undan ko'ra ishlatiladigan yaxshi narsa olaman degan obunachilarimiz uchun ularga ham yechim qilib berganmiz. Mana bu ko'rib turganlaring Dantel Concept brendiga tegishli $130 10 parchali
pokrivali, podejalnigi, 6 ta yastig'i, adyollari, hamma narsasi bor. Faqat pokrivalning ichida naполнитель yo'qligi sababli narxi ancha arzon bularga qaraganda. Keyin buni yillar davomida ishlatsangiz bo'ladi, chunki ortiqcha bijir toshlari yoki shunga o'xshagan narsalari yo'q. Bunisi ham Sedantel konseptga $145. Xo'p. Bu $99dan skidkaga qo'yganmiz. Anna Karinani 10 parchaligi, adyoli, pokrivali, 6 ta yastig'i, podejalnigi va prostinasidan iborat. Bular ham mana shunday rasvetkalar. Xo'p, yana mayda detallarga to'xtaladigan bo'lsak, bu tomonda mana hammom uchun yoki trimo uchun shunga o'xshagan освежитель, sham, diffuser shunga o'xshagan narsalar. Bular $37, $19, $15. Narxlari hammasi har xil. Keyin yana bu tomonda kovriklarimiz bor. Ariani kovrigi, mana ko'ryapsizlar. Bu ham trend bo'lgan kovriklardan bittasi. Narxi $45. Bu tomonda Moko kovriklarimiz ikkitalik. Bu tomonda Zebra kasa kovriklarimiz, katta gilamga o'xshagan qalin kovriklarimiz $47. Xo'sh, shunaqa gaplar hozircha. Endi do'konimizda hali narsa ko'p. Har bittasiga to'xtalsak vaqt yetmasligi mumkin. Yana bitta narsa, dasturxonni ko'rsatib qo'yaman sizlarga. Dasturxon baribir olinadi 90% holatda. Dasturxonlarimiz $50 dan boshlab $250 gacha bor. Bular ham o'sha modeliga qarab, xiliga qarab, toshlari, ruchnoy работа bo'lsa qimmatroq bo'ladi. Sandiqchali dasturxonlarimiz mana ko'ryapsizlar. Bular ham eksklyuziv Zebra kasaniki. Giseli modeliniki ekan bu, mana ko'ryapsizlar. Mana shunisi $260. Qolganlari misol uchun $50, $65, $75 har xil variantlarda bor dasturxonlar ham. Bularni ham hammasini Telegram kanaliga bir rasm videolari bilan joylaganmiz. Xo'p, endi sovg'alarga kelmoqchi bo'lsak, qanaqadir qarindoshlariga yoki ketdiga kelgan odamga berish uchun sovg'alarga keladigan bo'lsak, bizda mana shu korobka, sumkali variantimiz bor. Mana shu korobka sumkada bo'ladi va mana bu korobkada bo'ladi. Shu korobkada narxi 120 ming so'm. Bemalol kelib olib ketsangiz bo'ladi yoki O'zbekiston bo'yicha chiqarib beramiz. Endi sal seriozniroq odamlarga ham sovg'a berish kerak desiz, masalan mana shu ham bor. Letniy ko'rpa komplekti 260 ming so'mdan. Bularni ham skidkaga qo'yib qo'yganmiz. Bularimizni ham 260 ming so'mdan sovg'aga bersiz, yaxshi narsa. Xo'p, menga bunaqa narsa kerak emas, yaxshi sovg'a beraman, qimmat sovg'a beraman deganlarga ham bor. Madam kassa Turkiyaniki Leon pokrivallari, pokrival o'zi bu. Orqa tomonda mana qanaqa rasvetkalari borligini ko'rsatilgan. Narxi $35. Xo'sh, hozircha shunaqa gaplar. Bu tomonda pastellar $40, $50, $45. Hammasi har xil. Mayda kovrilarimiz ham bor kerak bo'lsa $2, $3, $5. Narx har xil. Tushunarli bo'lishi uchun, ya'ni osonroq qilib dollarga aytyapman. Kim agar dollar tushunmaydigan bo'lsa, aytgan sonimni 12 ming so'mga kalkulyatorda ko'paytirib olsa bo'ladi. Bu tomonda o'zimiz mahsulotlarimiz, barashkalar 165 mingdan, gofrlarimiz 120 ming so'mdan, kroliklarimiz 280 ming so'mdan, letniy tensil pokrivallarimiz $59 dan. Shunaqa gaplar. Videoga like bosib, bizga obuna bo'lib qo'yishni esdan chiqarmanglar. Videoni yo'qotib qo'ymaslik uchun Telegramga izbiringizga tashlab olsangiz, qaysi viloyatdan bo'lishingizdan qat'iy nazar, любой payt videomni ko'rib, bu magazinda Aytex son magazinida nech pul edi-yu, bu yerda nech pul ekan deb solishtirib olishingiz mumkin. Tomonda ham antiqa pastellarimiz bor. Endi bular narxi juda ham eksklyuziv bo'lgani uchun qimmatroq chiqqan. $185, $190 shunaqa. Bu pastellarimiz ham shunaqa. $150, $135 shunaqa har xil narx hammasini. Shuning uchun Telegram kanaliga kirib olsangiz, har kuni tashab turamiz, yangiliklar kelsa tashab turamiz. Ko'proq qo'llab-quvvatlab tursalaring, YouTube'ga ham bir qiziqishimiz bo'ladi, chunki biz asosiy faoliyatimiz Instagramda. YouTube'ga katta e'tibor qaratmaganmiz. Like bosib qo'llab-quvvatlab tursangiz, YouTube'ga ham yaxshiroq e'tibor qaratib, chiroyli videolar chiqarishga harakat qilamiz. Mana Karolina pastelimiz ham esga tushib qoldi bahonada, Dubaydagi. $79 2 kishiligi, $64 bir kishiligi. Og'ir haqiqiy bir nima deydi, bir sifatli pastel.